Nima vizillayapti buncha yaramas pashsha obbo. Senmi hali vizillaydigan? Hozir senga ko'rsataman. Mana senga. Endi sen bu dunyoda yo'qsan, uddalit bo'lib ketding, oyog'im qichiyapti yomon bori. Ay, tezroq yur, tezroq yur. Nima bo'lyapti? Jitilmi? Qo'lida sandiqmi? Nima qilib yuribdi o'sha jitillar? Tushunmadim. Menga nima farqi bor? Uxlasam bo'lmaydi bundan ko'ra. Uxlaverayin yaxshisi tinchgina. Obki, mana shu yerga yashiramiz, davay orqaga. Ker, mana shu yerda yo'l bor, ko'rmayapsanmi? Kecha mana shu yerda bir ikkita jitillarni madr qilayotgandim. Mana bu yerdan yurib o'tib ketdi. Men bitta pashsha bilan oktagon ligada jang qilib o'tirgandim bu payt. Agar o'sha payt jang qilmay turganimda borib ularni nima qilayotganini ko'rgan bo'lardim. Ketdim, yaxshi borib ko'rib kelaman. Aytgancha sizlardan bitta narsa uchun kechirim so'rayman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa obunachilar, sizlar bilan oldin ko'rishardim. Assalomu alaykum deb turib esimdan chiqib ketibdi akalar. Xotin bor edi vaqt. O'sha uchun esdan chiqib ketgan. Men xotin yo'q, endi odam aqlli bo'lib qoldi. Sizlar bilan endi polnosti gaplashib, ko'rishib deganda suhbatlashaveraman. Endi xotin bo'lmagandan keyin odamning aqli kirar ekan-da akalar. Karoshda ketdim, borib o'sha yo'q bir ko'rib keldim. Nima qildi ekan shu ikkala jitil? Ikkita edimi? Ha, ikkita edi shekilli. Yo'q, ko'zimga 3 ta ko'ringan deb bo'lgandi. Bittasi demak, boyagi pashsha bo'lgan. Pashsha o'zi ham uchib kelib asabni buzor. Bitta urdim, hech narsa qilmadi. Ikkita urdim, hech narsa qilmadi. Qarsak chalib, uni kibrli qildirib o'ldirib yubordim. Ya'ni endi ko'ramiz, mana shu yerda aylanib turganda, bu yerda qandaydir teshik paydo bo'lib qolibdi. Teshikda hech narsa tagi yo'q, ichida hech narsa yo'q ham. Ular demak shunday kelgan teshikda shunday qazigan ishini bajargan ketib yuborgan. Nima ish qilgan ekan bu yerda? Bilmadim. Mayli, hozir aniqlashtiramiz. Janob merga aytib beraymi ekan, shu kecha ikkita jitil nimadir shubhali harakat qildi. O'shalarni siz qanaqadir javobgarlik bilan ularni jazolasangiz zo'r bo'lar desam, mana birat ko'rdimki 28-7 mana shu yerda turadi. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Jo'xa, qalaysan? Rahmat, o'zingiz qalaysiz? Bo'ladi. Senga kattakon rahmat lekin. Nima uchun rahmat deyapsiz? Men senga aytgandim, sendanmi meni iloji boricha hamma videonga chiqaz degandim. Hamma videonga meni oldimga kelyapsan, qoyilman. Endi kelaman-da janob, nima ham qilardim? Zerikib o'tiribman o'zim ham. Aytgancha sizdan bitta narsa so'rasam maylimi? 5 ta narsa so'ra. Nima shu derazalarni ochib qo'ymaysiz? Ishing nima, yopib qo'y, qaytarib sovqat deyapman. Shu issiq kunda ham sovuq qatadimi? Qatadda sovuq. Yaxshi, mayli. Qarashdak, kecha uxlab yotgandim shu desangiz. Xo'sh, keyin xotinim bor ekan deb yonimga deb quchoqlamoqchi bo'ldingmi? Jinnimisiz? Qayerdan quchoqlayman? Keyin derazadan shunday qarsam ikkita jitil anaqa qarab ketyapti. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Keyin esa ular shunday borsam, hozir ertalab turib borsam, o'sha yerda qazib qo'ygan. Ichida hech narsa yo'q. Nima qilgan bo'lsa-ku? Menimcha ular o'sha teshikni qazigan ichiga tupurib ketgan. Shu bitta tupurish uchun chuqur qaziganmi? Bilmadim, endi qattiqroq tupurgan bo'lsa kerak-da. Haq tuf deb tupurgan bo'lsa kerak, to'g'rimi? O'shanaqa. Bilmayman, men ko'rganim yo'q qisqasi. Bo'pti, mayli, ko'rmagan bo'lsangiz o'zingiz bilasiz. Ko'rmaganni ko'rgani qursin deydi-yu. Siz ko'rmagan bo'lsangiz ko'rganingiz qursin. Ya'ni endi kimdan so'rasam bo'l? Stop, menga nima qilib? Kim bu bola? Beti qora. Stulda o'tiribdi, menga qarab. Shirin bu. Qayerda shirin bola? Shirin bolamas. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Qalaysan Jo'xa? Yaxshi, rahmat, o'zingiz qalaysiz? Bo'ladi, nima gap? Ana brat kim? Ertalabdan yuziniga qarab uni cho'chib ketdimi, uyqum o'chib ketdi. Bumi qo'shnimiz, yangi qo'shni, ya'ni qishlog'imizga yangi ko'chib kelibdi. Seryoznimi? Seryozni. Menga unaqa turqi yo'qmadi, lekin senga o'xshab. Meni yuzimga o'xshabmi? Yo'q, senga ham yo'qmadi, o'shanga senga o'xshab deyapman. Shunaqami? Lekin senga o'xshab deganingizga seni yuzingga deyapsizmi deb o'ylabman. Yo'q, unaqa o'ylama. Rostdan ham xunuk ekan-a. Qanaqadir banditmi, o'g'riga o'xshar ekan-a. Bilmadim. Bo'pti, meni oldimda pachaklashib o'tirma, klientlarim kelmaydi. Nabarot, men kelsam klientlar yaxshi bo'lardi, chunki ertalab cho'milib chiqqandim. Bo'pti. Ketdim, bor janob merga aytayinchi boyagi narsani. Stop. Janob mer yana mashina oldimi? Nima balo? Mana jitilnikina, nima dedim? Jitilnikimikina. Jitil uyda yo'q. Demak, jitilniki emas. Bu qanaqa mashina? Lada Largusmi yo Lada Vestami? Lada X-Ray Crossmi? Bilmayman, Lada ekan xullas. So'raymiz janob merdan. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa, qaldaysan? Ishlar zo'rmi, tinchmi? Charchamayapsanmi yo zerikmayapsanmi? Zo'r bo'ladi, zerikchi yo'q. Yangi mashina sotib oldingizmi janob mer?
Ha, endi bilasan-ku, naskini almashtirganda almashtiraman mashinani. Qarang, ehtiyot bo'ling. Naskini yirtgandek buni ham yirtib qo'ymang tag'in. Ha, to'g'ri, juda ham ehtiyot bo'lish kerak. O'shancha tirnoq-obdom yurishim kerak-da. O tovondan ham teshib chiqaveradi. Aytgancha tovonimdan ham teshadi. U uchun nima qilish kerak? Tovondan teshmasligi uchun o'zingiz shunday tovonli joyini kesib olasiz-da, olib tashlaysiz. Keyin tovon teshib chiqmaydi. O'zi avtomatik teshilgan bo'ladi-da. Zo'r g'oya. Shu meni kallamga kelmayapti, qara. Keldim endi. Ha, sen olib kelib qo'yding-da. Ha, shunaqa bo'ladi. Keyin sizga yana bitta gap aytmoqchi edim. Qanaqa gap? Короче, kecha ikkita jitel yomon bir nima desam ekan, g'alati harakatlar qildi. Qanaqa g'alati harakat? Короче, uyimda o'tirgandim, ikkita jitel, o'tirmagandim, yotgandim, uxlab yotgandim. Keyin bitta pashsha keldi, ular oktagon qildik. Kim yengdi? Kanishni men yengamanda. Sen xiyla qilgansan, sudyani sotib olgansan. Sudya yo'q edi, gapni eshitib turing. Keyin shuna derazadan qarasam, ikkita jitel ketyapti o'rmonga qarab. Keyin ketdi, men uxlab qoldim. Ertalab turib borib qarasam, bitta joyda o'yib qo'yibdi. Ichida nima bor ekan desam, hech narsa yo'q ekan. U ikkalasi men jo'natgandim. Nima jo'natdi? U yoqda nima ish qildi ular teshik kovlab turib? U qishloqning o'rtasidagi qora kiyimli bolani ko'rdingmi? Ya'ni odamni, bola emas, u yuzi katta odam ekan. Ko'rdim, turq sovuqmi? O'sha короче, ana shu o'g'riga o'xshayapti-da. O'shaning uchun mana omborxonadagi narsalar bor-ku, o'shalarni o'sha yoqqa tashib yashirib qo'ymoqchimiz. Zo'r o'ylabsiz, lekin qo'yil. Agar o'g'ri bo'lsa tunab ketadi-da. Shuni zo'r o'ylaganman, ko'ryapsanmi? Gap yo'q. Endi nima qilmoqchisiz? Короче, senga buyurmoqchi edim, jetellar qila olmadi. O'zi ko'rib keldim, chuqurda yaxshi qaziy olmagan. O'shaning uchun senga buyuraman. Hozir shunoq uyiga borasan-da, uyingdan asbob uskunani topib kelib turib, mana mashinani ham mayli haydashga ruxsat beraman. Haydashga ruxsat berasizmi? Beraman. Bo'pti, menga haydashga ruxsat bering, bermang. Nima dedi? Mayli, bo'ldi. Xayolni buzmaymiz. Buzmay hayo, bo'ldi. Shu mashina bilan tashib tashlasam bo'ladimi? Bo'ladi. Ishing oson bo'ladi, kakras. Bo'pti, unda men ketdim, janob mer. Mayli, charchama, omad. Aytgancha senga 200 zimrod beraman buni evaziga, bo'ladimi? Bo'laveradi bemalol. Nima? Saharda bo'laveradi deysiz, biror marta tortishsang bo'lmaydimi? Bo'lmasa menga 10 zimrod bering. Jinnimisan, nimaga 10 beraman? Bo'ladi 2 Ko'rdingizmi, baribir bermaysiz men aytgan pulni. Mayli, bor endi. Mayli, ketdim. Birinchi o'rinda uydan borib, asbob uskunani olib kelaymikan yoki mashina haydaymikan? Birinchi olib kelish kerak, brat bilan bir tanishaymikan. Cho'tam soqolni oyursa bo'lmaydimi? Bir idvasi yo'q, nima balo? Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Qandaysan? Tinchliksan? Rahmat, o'zingiz demoqchimisiz? Bo'ldi sizga Tursunxon qarindosh emasmi? Tursunmi? U meni Tog'vatdan bo'ladi. Nima? Tog'vatda. Tog'avatda? Tog'vatda. Tamas. Tamas tas qanday bo'ladi? Yo'q, Tog'vatda bor-ku, T bor-ku, T harfi. Che demoqchimisiz? O'sha Tog'vatda bo'ladi. Tog'avatcha. Bo'pti, mayli. Nima keldingiz bizning qishlog'imizga? O'sha Tog'avatdamni ko'rgani kelgandim, ko'rinmayapti o'ta. Xotini qo'yib ketganmi deyman-da, ertalab zitellar aytdi. Xotindan qochib yurdi deb. U xotini bilan 24 ga quvlashmacha o'ynaydi. Dahshat, men ham qo'shsa bo'lmaydimi, qo'lasam soqqa. Seni qo'shish uchun, kechirasiz, sizni qo'shish uchun siz ham uylanishingiz kerak. Keyin sizni xotiningiz quvadi, uni o'zini xotini quvadi. Sen ham xotining bormi? Sen ham qo'lasam soqqa o'ynaysanmi? Men xotinim bilan ajrashdim. Nimaga ajrashding? Nima, qattiqroq qo'yib qo'ydingmi? Yo'q, jinnimisiz, u menga xiyonat qildi. Demak, u boshqa kishi bilan qo'lasmada o'ynabdi-da. Bitta jitel bilan o'ynagan ekan. Tushunali, yaxshi bo'lmabdi. Shuda yomon bo'lgan. Mayli, sinasa qilmaydi. Xavotir olma, xafa bo'lma. Qayerda xafa bo'laman? Bo'pti, mayli, yaxshi o'tiring, bir ikki ishlarim bordi. Asabni buzar ekan bor. Tursunxon o'zi yetmay turgandi. Endi ikkita bo'lib turib odamni azoblaydi ular. Mayli, nima ham derdim, endi ko'chada o'tiraverdim ekan bu Tursunxon kelguncha. Tursunxon qachon keladi, telefon qilib chaqiray desam, telefonim ham yo'q. Gaday bo'lib qoldim, obunachilar. Mayli. Yurak urib tursa bas, gadaylik abadiy emas. Yangi qofiya. Gadaylik abadiy emas, yurak urib tursa bas. Orzular orzuligicha qolmaydi, yurak urib tursa bas bor edi-yu. Yangisidan o'ylab topdim akalar. Nima dedim? Hozir aytgan gapimni esimdan chiqarib qo'ydimmi? Mayli, kommentariy yozib qoldiringlar. Nima dedim, obunachilar? Realni esimdan chiqib ketdi.
shunchalik xotiram past bo'ladi. Endi kompyuterda ko'p o'ynashda oqibati ana shunaqa bo'ladi akalar. Mayli, sizlar ishonaman, kommentariy yozib qoldiringlar. Voy, nima qilyapsan? Kelib o'tiraylik, guring qilib zerikdim. Yo, siz zerikmang, brat, xo'pmi? Siz zerikmay o'tiring. Ha, mayli, bo'pti, sog' bo'l. Ha, mayli, zerikdim deydi. Zerikatdi, lekin bir o'zi o'tiribdi-yu. Ha, mayli, zerikmasin nima o'zi ham. Tak, qani Lada Grantami, Lada Vestami, Lada Vest ekan, Lada Vest ekan. U normalga o'xshayapti. Qani, bak, u bagaj bor ekan. Kakras narsalarni tezroq tashishsam bo'ladi bu bilan. Birinchi o'rinda mana shu yerdan bura olamanmikan? To'xtanglar. Men bitta burib olay avval. Tak, bitta asta mana shu ko'cha chirog'iga tegib ketmasam bu kuni akalar ultra burgich bo'lib ketyapmanmi kundan kunga. Burganimni his qildinglarmi? Yarim millisekund ham tekkani yo'q. Millisekund nima aloqasi bor? Millimetr ham tekkani yo'q demoqchi edim. Tak, lekin cho'tki burib qo'ydim. Tak, omborxonani ochamiz. Omborxona. Lekin unaqa narsa yo'q bu yerda. Tak, bu yerdan hozir izumrudlar bor ekan. Izumrudlar olamiz. Bu yerda ko'mir bilan temir, bu yoqda o tarvuz bilan olmani shu yerga ham qo'yadi. Muzlatgichga solib qo'ysa bo'lmaydimi? Muzlatgich topolmagan shekilli. Bo'pti, sabzilar, bu yoqda mana bunaqa o't o'simliklar. Yana nima bor? Bu yoqda hech narsa yo'q. Bu yerda ko'rdim, menimcha tugadi. Endi bu narsalarni shuni olib borib o'sha yoqqa yashirish kerak, lekin to'xtanglar-da. Bu narsani olib ketmasam qanday qo'yib qo'yaman? Bir nimaga solib qo'yish kerak aytgancha. Bo'ldi, bular olib ketaman, bular kerak yo'q, chunki bular o'zi doim shu yerda turadigan narsalar. Tak, eshikni yopamiz qaytarib, bagajni ochamiz va bagajga joylaymiz hammasini bir chekkasidan. Keyin esa mashinani shuni haydab borsam, o'zim ko'tarib yurgandan ko'ra kelib bagajga solib yurganim yaxshi-da. Yashikdan solib qo'yamiz. Bo'ldi, всё. Bagajni yopamiz. Ana endi mashinani o't oldirib bostiramiz. Nima o't oladi mashinalar? O'tlar, mana o'tlar oladi mashinalar shunda. Hamma aytadi, mashina o't oldir dedi. Mashinam o't olmaydi, chunki u mashina mol emas. Shuni qanday tushuntirsam bo'ladi odamlarga? To'g'ri tushuntirish kerak. Sizlar tushunasizlarmish qilib. Karochi akalar bu yerda noto'g'ri qazib qo'ygan ular. Bu yerda qazmas kerak. Boshqa joydan yasash kerak. Xufiya joyda. Mana bu yerda hamma bilmayman. Ular mana shu yerda qazib ketaveraman. Oxiri qazilmay qoladi o'sha joyda. Keyin cho'tki qilib yasaversam bo'ladi. Mana o'sha qazilmay qo'ygan joyi. Mana shu yerda sal kengaytiramizda, mana shu joyda ichiga ko'mib yuboramiz, hech kim bilmaydi. Bu yerda nima bor, lekin menimcha u o'g'irlamasa kerak, chunki u Tursunxonning do'sti. Tursunxonga o'xshab u ham jinni bo'lsa kerak. Jinnilar o'g'irlik qilmaydi akalar. Yo, jinnilar chist jinni bo'ladi, yo tuppoy bo'ladi, lekin hech qachon o'g'ri bo'lmaydi ular. O'shaning uchun bekor olib keldimmi deyman. Hammayli. Endi janob merda buyrug'i shunaqa bo'ldi akalar. Janob merda aytganini qilmasam, kimni aytganini qilaman. Xotinni aytganini qil desam, xotin yo'q akalar. Xotin bo'lmaydi ham endi. Chunki u yomon. Xotin degani yomon narsa. Qarochi aqlli bo'lib undan ko'ra o'qish kerak akalar. O'qishni ko'ringlar hammanglar. Xotin-potin bilan boshinglarni qo'tirmanglar. Xo'p, mana 4 ta yashikcha sig'amikan shular hammasi. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta bo'ldi, всё. Bunaqa qilamiz. Qarochi, mana bu narsalarni bittaga sovoramiz. Mana qotib turib, mana bunaqa yeguliklarni bittaga sovoramiz. Non, pon hammasini. Tarvuz ham sovoramiz. Keyin mana onga o'tib turib, hamma mana bunaqa narsalarni, ekiladigan narsalarni sovoramiz. Menimcha bo'ldi. Bu yoqda bunaqa, bu yoqda bunaqa, bu yoqda hech narsa, bu yoqda nima hech narsa. Bu yoqqa ham nimadir solish kerak edi-ku. Mevalar bilan cho'ta go'shtlar birga bo'lib qoldi-da. Bir mevalar addelin tursin, bularni o'sha yoqqa sovoramiz. Tak, mana normalli. Ana endi bu yoqda yopib yuboraman, takoy qilib, hech kim bilmaydi bu yoqda nima bor, kim nima yashirgan, men nima yashirganimni hech kim bilmaydi. Va bilmasligi ham kerak, o'zi maqsad shunaqa akalar. Va mana cho'tki bo'ldi. Ana endi ketdim, borib janob merga mashinasini eson-omon topshiray.